korobkada ko'rsanglar bo'ladi. Necha xil notebook, hali hammasi bu yerda turibdi. Hali korobkadan chiqarilmagan. Assalomu alaykum YouTube foydalanuvchilari. Anchadan beri YouTube ga video qo'ymayapti-dik. Sababi 7 kunlik safar va 27 kunlik sabrdan keyin mana ko'rsanglar bo'ladi, hamma joyimiz yoyilib yotibdi, mollarimiz keldi. Biz sizlarga o'zimiz tanlab Dubayga borib, qo'limizda ushlab ko'rib, bitta olib kelgan mahsulotlarimizni birma-bir obzor qilib bermoqchiman. Birinchi modelimizni aytadigan bo'lsam, hammaga kelishimdan oldin kanalga joyladim. Mana shu modelimiz X360 modeli. HP firmasini EliteBook modellari. Sensor bo'ladi, ham notebook, ham planshet qilib ishlatsa bo'ladi. Juda ingichka model. Razmeri adashmasam 13 dyum bo'ladi. Buni qulay taraflari отпечатка пальцев barmoz skaneri bor. Klaviaturasida podsvetkasi bor. Qorong'ida yonib turadi va ekrani sensor bo'ladi. Buni xudo xolisa kanalimga a'zo bo'lsanglar, buni funksiyalarini birma-bir ko'rsatib beramiz. Bular hali programmalar qo'yilmagan, sotishga tayyor emas, lekin bugun erta o'sha kanalimizga qo'yiladi. Kanalimizga o'sha qo'yilgan, sotuvga chiqadi, xudo xolisa. Bu modelimizda Core i5 protsessorligi, Core i7 protsessorligi bor. Hozir kanalimizda ko'rsataman, kanalimizga a'zo bo'lishinglarni so'rab qolaman, sababi hamma modellar narxlari va ichki xususiyatlari bilan joylaganmiz. Hop, HP EliteBook ga keladigan bo'lsa, mana ikki xil konfiguratsiyasi bor. Bittasi Core i5 protsessorli 10-avlodi bo'ladi, 8 potok 4 yadr. Operativ xotirasi 8 GB, 256 GB SSD'si bor. Narxi $270 chiqadi. Xuddi shu ko'rinishdagi Core i7 protsessorligi ham bor. Kuchli notebook xohlaganlar uchun zo'r variant bo'ladi. Bu ham 8 potok 4 yadr bo'ladi, faqat operativkasi 16 GB, SSD xotirasi 512 talik bo'ladi. Ekrani Full HD IPS, X360 gradus qayladi. O'sha hamma qulayliklari, podsvetkasi, barmoz skaneri va metallitskiy korpus bo'ladi. Dubaydan o'zimiz olib kelganmiz buni. 16 ta kolleksiyasi bor i7 dan, i5 dan yana 15 tacha chiqadi. Narxi, xo'p, Core i5 ni $270 dedik, Core i7 ni $320 dedik. Xo'p, ikkinchi modelimiz, men eng o'zimga yoqqan model, rang bo'yicha juda yoqadi bu HP firmani. ZBook degan modeli bo'ladi. Malika bozorda ham uncha odamni ko'rmaysizlar. Men o'zim bunga rang yoqqani uchun buni olib keltirdim. Bu nimasi yaxshi desiz, bundan tashqari qulay tomonlari bunda ham xuddi shunaqa podsvetka klaviaturasi bo'ladi, klaviaturasi yonadi, yana отпечаткasi bor. Faqat buni protsessor Core i5 8-avlodi bo'ladi, lekin ichki xususiyatlari kuchli. 16 GB operativka, 256 GB SSD'si bor. Undan tashqari sizlarga yana ko'rsataman. Kanalimizda turibdi. Bu sirazi joyladik kanalimizga. Mana ZBook Core i5 protsessori 8-avlodi bo'ladi, 8 potok 4 yadr, Core i5 11-avlodgacha teng yuradi. Aytganimdek, operativ xotirasi 16 GB, SSD'si 256, buni 512 qilish imkoniyati bor. Qulay tarafi mana shu video kartasi bo'ladi. 4 GB li video kartasi bor. O'zi asosan gaming modellarda 4 GB video karta bo'ladi, lekin bunda ham 4 GB. Buning narxi $270 chiqadi. Kolleksiyasi 12 ta bor, xudo xolisa. Sotuvga bugundan ertadan o'sha sotuvga chiqarib yuboramiz bularni. Ular ko'p vaqt olmaydi. Keyin mana bu yerda ko'rsanglar bo'ladi, yana bitta zo'r model. HP ni ProBook degan modeli. HP ProBook Ryzen 3 protsessorli bo'ladi. Buni ofisda ishlarga zo'r olsanglar bo'ladi. 4 potok 4 yadrli bo'ladi. Qulay tarafi operativkasi 8, 256 GB SSD'si bor. Buni ham sizlarga ko'rsataman. Tak, buni faqat EliteBook deb adashib yozib qo'yamiz. Bu o'zi ProBook bo'ladi. Ekrani 14 dyum. Отпечаткasi bor buni ham, podsvetkasi bor, metallitskiy korpus bo'ladi. Zo'r model bu. Narxini ko'ringlar, narxi $200 chiqadi atiga. $199 dash. $199 ga mana shu modelni olib ketsanglar bo'ladi. Xo'p. Yana bitta modelimiz bor. Xo'p. Bu yerda mana pastga olib qo'yganmiz.
Tak, bu yerda Dynabook degan modeli, Toshiba firmasining noutbuki bu. Mana ko'rishingiz mumkin, juda ixcham. Xudo xolis buni ham sotuvga chiqaramiz. Kanalimizda turibdi. Sizlarga o'shaning uchun kanalimizga a'zo bo'lishingizni so'rayman, chunki hali noutbuk kelmasdan bor modellarimizni o'sha joylab qo'ygan edik. Xo'p, buni konfiguratsiyasiga kelsak, bu ham zo'r konfiguratsiyali. Xo'p, ko'rsataman. Kanalimizda bor. Mana Toshibani Dynabook degan modeli bo'ladi. Qulayliklari Core i5 protsessor, 11-avlod bo'ladi. Operativ xotirasi 16 GB, 256 GB lik SSD'si bor. 14 dyum Full HD IPS ekrani, sensor ekan. Bir xillar touch screen ekran sensor bo'ladi. Xo'p, bundan 9 ta bor ekan, narxi $250 chiqadi. Alyuminiy korpus bo'ladi. Отпечатки пальцев bor. Bu degani bemalol mazza qilib ishlatishga, protsessor kuchli, GT5 larni даже o'ynasa bo'ladi bu model bilan. Tavsiya qilaman. Juda yozuvlari ham boshqacha, yangicha model. Toshiba o'zi baquvvat noutbuklar ishlab chiqaradi. Keyin bu yerda yana Toshibaga primoy konkurensiya bo'la oladigan model. Xo'p. Bu HP ni EliteBook degan modeli bo'ladi. 13 dyumli noutbuk. HP ni yozilishiga ham ahamiyat berasizlar. Mana shu yozilishiga HP $1 million dan oshiq pul sarflagan. Lekin shu 1-2 oy ichida mana shu dizayndagi noutbuklar o'sha pulini sotilish jihatidan qoplab bo'lgan. Bu noutbukga keladigan bo'lsak, buni ekran sensor bo'ladi, touch screen ekran, отпечатки пальцев bo'ladi, barmoq skaneri bor. Bu yerda kolonkalar joylashgan, kolonkasi oldida bo'lganiga ovoz baland chiqadi. Ko'tarishga juda qulay model. Bizdan 14 jumlilar ko'p so'rashdi. Shunga asosan 14 jumlilarni olib kelib joyladik. Buni ham konfiguratsiyasini ko'rsatib o'taman. Xo'p, mana EliteBook 830 G8 degan model bo'ladi. Operativkasi 8, 256 GB SSD, podsvetkasi bor, metallический korpus, отпечатки пальцев bor. Adashmasam bir xillarda podsvetka bor, bir xillarda podsvetka yo'q. Podsvetka degani shu klaviatura yonishi, ekrani sensorli ekan. Barmoq qo'lda boshqasi bo'ladi ekran. Zo'r model. Buni narxini ko'rsatamiz. $299 chiqadi. Yana aloqaga chiqasizlar, misol uchun o'tadigan joyi bo'lsa yoki bonuslari bo'lsa qo'shib beramiz. Mana shu bizning Telegram kanalimiz Flipus brend ostida faoliyat yuritamiz, xabaringlar bor. Flipus brendi mana OkUzitBook deb yozsanglar navoda chiqadi. Bundan tashqari hozir ko'rsatmagan modellarim ham bu yerda bor. Mana korobkada ko'rsanglar bo'ladi. Necha xil noutbuk hali hammasi bu yerda turibdi. Hali korobkadan chiqarilmagan. Xudo xolisa sotishga tayyor qilib kanalimizga joylaymiz. Sizlardan maslahat, shu kanalimizga a'zo bo'lsanglar, xudo xolisa minimal narxlarda qilib beramiz. Biz bilan ishlagan odamlar biladi. Hozir shu kungacha kelib ko'pchilikni ishonchini oqlaganmiz deb qo'rqmay ayta olaman. Xudo xolisa kanalimizga a'zo bo'linglar, bizni kuzatinglar. Biz ham shu yo'nalishda sizlar ishonchinglarni oqlash uchun o'z faoliyatimizni davom ettiramiz. Aka, klientlarga bonuslar bormi, xohlasa? Albatta bo'ladi. Bizda ko'pincha klientlarga sumka, mishka bonuslar albatta qilib beramiz. Mabodo do'konda mana shu bola bo'ladi. Narxlarni chiroyli, minimal qilib beramiz.